$500,000 uchun tiriklar yonib ketishga rozimisiz? Ha, men roziman. Dunyodagi eng jasur odam sensan. Bu haqiqiy jinnilik. Bu odam hozir yonayotgan binoda turibdi. Voy xudo! Xona hozir olovning ichida qoladi. Videolarimdagi eng telba narsa shu bo'ldi. Uning ortida $500,000 turibdi. U 7 ta olovli shartdan o'tsa shu pulni oladi. Hali oldinda to'pdan otilib olovga uchish, xavfli olovli halqalardan sakrash, dahshatli portlashlardan tirik chiqish va bundan ham yomon narsalardan o'tadi. Bu yerdan tezroq chiqishim kerak. Bu yigit kim ekan desangiz, u professional kaskadyor. Bu videoda uni oxirigacha sinaymiz. Xona yonib ketsa ham pulni olishga majbur. Ehtiyot bo'l, Chandler. Zo'r 10 ta sumkadan 2 tasini oldi. U rostdan ham yonyapti. Ey Nolan, o't o'chirgichini olib kel, tezroq. Uy hozir qulab tushadi. To'xta, bu pullar yetadi. Pul yonib ketdi. Voy, pul yonyapti. Voy, uddalading. Oyoqlari yonyapti, o'chir. Hozir yuragim yorilib ketadi. Sen bu uydan $250,000 olib chiqding. Endi esa keyingi xavfli shartga o'tamiz. Ko'z bog'ichingni yech. Erik, ikkinchi shart o'lim to'sig'iga xush kelibsan. Bu nima o'zi? Biz hozir qancha balanddamiz? Pastga qarashni xohlaysanmi? Yo'q, shart emas. Endi olovni yoqarmiz. Voy, Jimmy, bu nima yana? To'g'risini aytsam, shu paytgacha suvni ham yoqish mumkinligini bilmasdim. Jimmy nega olovni yaxshi ko'radi? Bu shart juda oddiy. Oldingda pulga to'la bo'lgan 3 ta pul xaltasi osilib turibdi. Har bir xaltadagi pullar sen yutib oladigan pulingni bildiradi. Pullar ko'paygani sari ular platformadan uzoqlashib boraveradi. Sen shu 3 ta xaltadan bittasini tanlab, yugurib borib sakrab pulni olishing kerak. Agar uni ushlab olsang, u sening yangi yutug'ing bo'ladi. Qara, bu xalta qanchalik uzoqda. Voy xudo. Voy Jimmy, juda uzoq-ku. Agar pullarni ushlay olmasang, shunchaki yonayotgan suvga tushasan. Oyoqlarim juda kalta, lekin kuchni senga ko'rsataman. Mayli, qaysi xaltani tanlaysan? Oson yo'lni tanlaysanmi? Sening pulingdan $100,000 kamroq. Yo'q, buni tanlamayman. Xo'p, yaxshi. Shuncha pul. Hozirgi yutuq summang $250,000 ni olasanmi yoki 3 metrga sakrab $300,000 ni xavfga qo'yasanmi? 300,000 ni tanladim. Mayli. Faqat $300,000 qoldi, demak, yaxshi, boshqa yo'lim qolmadi. Demak sen olov va qaychidan ehtiyot bo'l. Tushunarli. Senga savolim, atigi $50,000 hamma narsani xavfga qo'yishga arziydimi? Xato qilmadimmikin deb o'ylab qoldim. Balki sen bir sakrab ko'rarsan. Xo'p, yaxshi. Sen aniq $300,000 ni yutib olasan. Yo'q, bu sakragani 3 metrga ham yaqin emas edi. $300,000 xavf ostida. Seni 100 million odam tomosha qilyapti. Sen uddalashing kerak. Qani boshla. 3, 2, 1. Xayr. Bu yerga ham qaytishing kerak. Kel, xaltani qattiqroq ushla. Sen uddalading. $300,000 seniki bo'ldi. Qolgan 5 ta o'lim shartidan tirik chiqadimi? Ko'ramiz. Nima? U ko'radi. Biz endigina boshladik. Menimcha Erik olovli ko'l ustida sakrashda biroz hayajonlandi. Keling, u keyingi shartda qanchalik hayajonlanishini ko'raylik. Ko'z bog'ichingni yech. Seni orqangda o'tgan shartlaringdan topgan $300,000 turibdi. Seningcha 3-shart nima bo'ladi? Meni tepalikdan olovga uloqtirasizlarmi? Unchalik ham to'g'ri topmading. Dahshat. Mayli, unga ko'rsatamiz. Yaxshi. 3-shartda seni odam sig'adigan ulkan to'pdan otamiz. Bu dahshatli, to'g'rimi? Agar sariq halqaning ichiga tushsang, qo'lga kiritgan $300,000 bilan davom etasan. Lekin agar olovli halqaning ichiga tushsang, yutuqqa qo'shimcha $50,000 qo'shib beraman. Men kaskadyorman, bunaqa jinniliklarga o'rganib ketganman. Lekin ikkala halqadan ham o'ta olmasang, hech narsasiz uyga qaytasan. To'pni qanday qilib halqaga tushirsam bo'ladi deb o'ylayotgandirsan. Uzoqqa uchasanmi, chapgami yoki o'ngami yoki asfaltga borib urilasanmi? Hozir bu dahshatli narsaga qarab, aynan shuni o'ylayapman. Kaskadyorlarni olib kelinglar. Erikka uloqtirish uchun 3 ta kaskadyor beramiz. Ularni bittalab uloqtirib, to'pning kuchi, yo'nalishi va balandligini sozlab oladi. Agar uchalasidan keyin ham eplay olmasa, oxirgi urinish uni omadiga bog'liq va u adashsa hammasini yo'qotishi mumkin. Agar $300,000 lik doirani aniq belgilab olib, keyin olovli halqaga tushib $50,000 ni olsam bo'ldi. Mening hozircha rejam shu. Umringda shunaqa ish qilaman deb o'ylaganmiding? Yo'q, lekin hozir qilaman. Mana, birinchi sen otadigan odam.
U seni 350 ming dollarga bir qadam yaqinlashtirish ham, uzoqlashtirish ham mumkin. Qanday uchirishni o'yladingmi? Biroz yuqoriga qilaman. Shuni bilib qo'y, balandroq qaratilsa uzoqroq qochadi. Mayli, tushundim. Balki sal balandroq? Ha, to'g'ri aytyapti, balandroq. Endi qanday uchirishni o'rgan. Bu rezina kabi. Qanchalik tortsang, qo'yib yuborganingda shunchalik uzoq qochadi. Eshit. U stulni qancha orqaga tortsa, sen shuncha uzoq qochasan. Sen og'irsan, 75% quvvatdan boshlasak bo'ladi menimcha. Demak, o'rta kuchda uloqtirmoqchisan. O'rta kuchda. Ha. Rosta kamdek tuyulyaptimi? Haqiqiydek. Bu jinnilik bo'ladi. 3 2 1 O'toch. Wow! Zo'r tushdi. Sen eplading? Ha! Mayli, ikkinchi kaskazyorni olib keling. Ko'kkim, kela qol. Juda zo'r. Birinchi kaskazyor sariq halqaga tushdi. Sen esa olovli halqaga tushishing kerak. Agar seni olovga otib yuborsam, meni kechir. Bu men uchun juda muhim. Kuchini oshiraman. Mayli. Va ozgina teparoqqa ko'taraman. Sen ahvoling qanday? Tez orada bilib olaman shekilli. Menimcha ikkinchi kaskazyor ancha uzoqroq qochadi. Ehtiyot bo'l. Boshlaymiz. Uni otinglar. Mo'ljalga tushmadim. Yaqin keldik. U sariq va olovli halqaning orasiga tushdi. Agar uning o'rnida sen bo'lganingda, video tugab, hech narsa ola olmasding. Ha, to'g'ri. 3-kaskazyorni keltiringlar. Mayli, Erik, bu oxirgi kaskazyor. Hozir tushirishing kerak, bo'lmasa hammasi omadingga bog'liq. Kuchini 10% ga oshiraman. Burchakni o'zgartirmayman. To'pni tayyorlang. Olovga tushishing kerak. Uddalashga harakat qil. 3 2 1 O'toch! Tusha qol. U uddaladi. U zo'rg'a ichiga tushdi. Kuchini 5% ga oshiraman. Shunda kerakli joyga tushaman deb o'ylayman. Senga savolim. Nega bunchalik urinyapsan? Olovga tushib, qo'shimcha 50 ming dollar olish uchun. Otamning sog'ligi doim o'zgarib turadi. Saraton bo'ldimi, boshqa muammolar bo'ldimi? Bu pulni ularning yaxshi nafaqasi, davolanishi va sog'lom hayot uchun ishlatmoqchiman. Demak, sen shuning uchun summani oshirishga urinyapsan, olovga tushyapsan va bu xavflardan umuman qo'rqmayapsan. Sen yaxshi farzandsan. Bu mening eng yaxshi maqsadim. Men ham onam uchun xuddi shu ishni qilgan bo'lardim. Keling ko'raylik, olovga tushadimi yo'qmi? Bu urinishda 300 ming dollar xavf ostida. Ularga yordam berish uchun hamma narsa qilishim kerak. Demak, katta xavfdan umuman qo'rqmayman. 3 2 1 O'toch. 300 ming dollar katta xavf ostida. U uddaladi. Ha, voy xudoyim. U mukofotni oshira oldi. U uddaladi va 350 ming dollar bilan keyingi shartga o'tyapti. Kela qol, Erik, men yutdim. 350 ming dollar seniki bo'ldi. Lekin sen keyingi shartga o'tishing kerak. To'xta, nima? Savol bermagin. Uning oldida yana 4 ta xavfli to'siq turibdi. Videoning davomi tez kunlarda o'zbek tilida chiqadi. Ungacha videoga like bosib, obuna bo'lib turing.